Hürmetli obunachilarimiz, Avtoshopdan yana bir reklama etib o'tadigan mashinamiz do'stlar 2016-yilda ishlab chiqarilgan Spark mashina. Spark birinchi pozitsiya do'stlar. Mushaq balonlari bor, oqsvet, bonetga qo'yilgan ekan. Sana holatlari 124.311 kilometr yurib turibdi do'stlar. Halol, metani bor. Bulardan bir xrom etilgan ekan, magnitofon, torpedka chexol, chexollari o'rtaga. Dugalar qo'yilgan. Difuzorlar qo'yilgan ekan. Mashina motor shu 1.25 motordan do'stlar. Toza motor. Holatlari. Rekenda petnosi bor, atak boshqa. Bunday kirasi yo'q. Kichkina. Ikki petnosi bor mashinaning, qolgani rodnoy. Adoy motor ham meri zo'r. Motorni umuman kurush tiymagan do'stlar. Obishni pultlar ham bor. Narxi 70 million so'mdan kelishib beramiz. O'zingizdan kelishib do'g'orga qilsangizlar ham bo'laveradi elindan bir 20-30 million lazım bo'lsa. Kreditdan chiqarib beraveramiz, jim mashinalar bo'lsa bor teramiz ishlayveramiz. Naqd bo'lsa shunda kelishtirib beramiz do'stlar. Mashina Avtoshop qo'llanadi.